Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Bugun bir kunlik ish jarayonimizni sizlar bilan ko'rsatib boramiz. Kuzatib boringlar. Xohlasa uydan chiqdik. Tepadagi mashinamiz. Mana biz Toychoq. Bismillahirrohmanirrohim. Yig'amiz. Sekin endi ishga qarab yo'l olamiz. Ko'chalarda daraxtlar ancha gullab qo'ygan. Gullarda hidi taralib yotibdi. Hafta kuniga dushanba bo'lishi kerak bugun, 9-mart. Mana bo'lmasam ketdik. Xohlasa yo'lga ham chiqdik. Obuna bo'lmagan bo'lsalaring, oldin obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Sizlardan badeshga arzimagan narsa bo'lsa ham bizga ruh bag'ishlaydi. Farg'ona bo'ylab qanaqadir obyektiv bo'lsa yoki bo'lmasam uyingiz bo'lsa, elektromontajini bizga topshirsangiz sifatli qilib ishlarni bitirib beramiz. Shunaqa gaplar. Kuzatib boringlar davom. Ana zapravkalar ham kecha kechqurundan ishlashni boshlagan. Ochilib qopti. Yaxshi. Endi bahor keldi, zapravkalar ham ishlamasa bo'lmaydi. Ishlasin. Odamlar qiynalmasin. Kecha zapravka qilib oldik. Ko'chalar kimga tanish? Kim biladi, qayerga ketyapman? Kommentariy yozib qo'yinglar-chi. Farg'onalik odamni har bittasi bilsa kerak bu ko'chalarni. Sherigimni kutib o'tiribman. Sherigim chiqsa keyin. Bugungi obyektimiz Marg'ilondagi Marg'ilon Kuruyda oldida yangi magazin qurilyapti, o'sha yerga borib ishlaymiz. Xohlasa kuzatib tursangiz borib, hada ham video qo'yamiz. Hammasini bir jamlab turib. Bugun kechga video qilib joylayman YouTube'ga. Biz o'zimizning shaxsiy Instagram akkauntimiz bor, unga videolar joylab turamiz. Xohlasalar Instagramga ham obuna bo'lib qo'ysalaring bo'ladi. Xuddi shuningdek yozsalaring chiqib keladi. Pastga belgilab qo'yishga harakat qilaman. Agar belgilamagan bo'lsam, Sheroz elektrik deb yozsalaring Instagramda ham chiqib kelaveradi. Ana xudo xolasa ish joyimizga ham kelib oldik. Mana shu magazinda polni elektrik ishlarni qildik. Xohlasa nihoyasiga yetib qoldi. Mana shit terilyapti. Tashqarida ham asosiy shitimiz bor, men ko'rsatib o'tib ketaman. Katta kabeldan, transformatordan kelyapti. Faqat tarqayapti. Bu avtomatlar aytdik. Apparatlarki, xohlasa buni ham bugun bitirishga harakat qilamiz. Kuzatib boringlar. Hozir bu shitimizda ozgina o'zgarish bo'ldi. Avtomatlar qo'shiladigan bo'lganligi uchun ularni baqa surib, ikkitadan avtomat qo'shib chiqamiz. Salom bo'ling.
Ertalabki havodan asar ham qolmadi. Quyoshlar chiqib ketdi, havo isib ketdi, xudo xolasa. Shitni ham sekin terib, tepadan makinashga tiqib, chiroyli qilib tayyorlayapman. Mana shinalar, aslında tepasida zazimlenya. Ba'dan ham nega kelyapti, zazimlenya kelyapti. Endi ba'dan kabel chiqarib olib kelib, shinalarga ulab qo'ysam, xudo xolasa, ishlar bitish arafasida. Bunaqa gaplar. Ichkarida ham ishlar juda ketyapti. Shunday chiqyapti. Oradan sherik gufralayapti. Yo'lini topyapti. Gufrani simini baqa baylab turib, aradan tiq kelyapti, qoyilman. Izlagan imkon topadi shunaqada. Mana transformatorga kabellarimizni olib kelib oldik. Shitdan chiqyapti, transformatorga ketyapti. Mana zazimlenya aka qoqishgan. Zazimlenya qoqilgan joy. Mana ham shit bor. Bunaqa ham kabel tashlab qo'ydik. Mana tashqariga stalbalar bo'ladi. Mana yerda nariyoqqa. Mana kabel olib kelib qo'ydik. Aka tashlaymiz hozir, ba'dan olib kelyapmiz mana. Ba'dan chiqarib qo'ysak, ba'dan yana peremishga bo'lib nariga ketyapti. Shunda ikkita stalba chiqadi, mana shu yerda o'zida. Ikkita stalba chiqadi, ikkita stalbani o'rnatib qo'yamiz. Narada ham xuddi shunaqa parkovka narida, ag'ada ham hozir video qilib ko'rsatamiz. Gofradan kabelni o'tkazyapmiz. Orti. Shalay pavuk. Ana xudo xolasa soat 4:30 bo'ldi. Gofraga kabel tiqyapti, silamay nalmayapti o'sha iftoriga. Gofralar chiqib turib, har bitta shu konditsionerda nimasiga bitta kabel tashlab chiqamiz. Shitdan boradi, tasga tushadi, yana boradi, tushadi. Hamma nimasiga tushirib chiqamiz shunaqa. Aytda Said Jalol o'tiribdi mana. Charchab ketgan bola. Bag'dagi kabellarimizni ham tayyor qilib qo'ydik. Ertaga ular shitimizga nima qilamiz? Tok berib qo'ysak, xudo xolasa tayyor bo'ladi. Mana bir kunlik kunimiz ham o'tyapti sekin-sekin. Yana 1 soat kutsak iftor mahali bo'ladi, iftor qilamiz. Like bosib turinglar, kuzatayotgan bo'lsalaring. Ertalabdan beri sizlar uchun video olyapman. Said Jalal. Nima qilyapsiz? Navruz supermarket degan montaj qilyapman. Navruz ekanmi bu? Navruz supermarket ekan. Mana.
Mana ichkaridagi shitimiz tayyor bo'libdi. Xudo xolasa 2 kunda tayyor bo'ldi. 1,5 kunda desa ham bo'laveradi. Ko'rib baho berib, like bosib qo'yasizlar. Mana xudo xolasa 1 kunlik ishimiz ham nihoyasiga yetdi. İşimizni tugatib bo'ldik. Endi toshog'idan sekin uyga qaytamiz. Uyga qaytyapmiz. Sajjalol ham qaytyapti. Bosishamizmi Sajjal? Olib qo'yadi Nexia. Nexia legenda. Ha, hamma biladi buni. Yaxshi aytib oling. Mayli. Ha. Mana do'stlar, bugungi kun ham nihoyasiga yetdi. Uyga ham keldik. Xo'lasa. Bir kunlik kunimiz shunaqa o'tadi endi. Основной ishimiz shunaqa. Ishga boramiz, shunaqa ishlar qilamiz, kelamiz. Kuzatib borganlarga hammaga rahmat. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.